Assalomu alaykum brend betal obunachilar. Navbatdagi shohona variantdagi sorimizni Samarqand viloyati Urgut shaharchasiga olib kelib o'rnatganmiz. Do'stlar, buni razmerlari bilan tanishtiradigan bo'lsak, razmeri 330 ga 310 razmerda bo'ladi. 330 tarafini xohlagan taraflarga qilib bera olamiz. Buni materiallari bilan tanishtiradigan bo'lsak, materiallari 8x8 ustun, mana bu joylari 6x4. Operator yaqinroq olib keldi. Mana bu qismlari esa oldi qismlari 8x8 1,5 stenkali materialdan, polni qalin gullarni esa kovni gullardan ishlatib qilib berilgan. Bu so'rimizga ishlatilgan yog'ochlar esa bir-biriga kiradigan 2,5 qalinlikda yog'ochlar foydalanilgan. Yog'ochlar xudo xolasa ko'p yillar mobaynida xizmat qiladi. Buni rangiga kelib to'xtaladigan bo'lsak, ranglari shikolant rangda bo'yalgan. Tepalariga esa falga solib berilgan. Klient olib bergan holatda bo'lgan. Agar falgani ham o'zlaring qilib kelinglar deydigan bo'lsalaring, falgasini puli qo'shilib qolishi mumkin. Xudo xolasa buni narxiga kelib to'xtaladigan bo'lsak, narxi 15 milliondan boshlanib, u yoq sekin-sekin qimmatlab ketaveradi. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab dostavka ustunovka qilgan holatda qilib beraveramiz. Faqat kelishilgan narxda bo'ladi. Xudo xolasa, bundan boshqacharoq ishlar kerak bo'lsa, mana bunaqa reshetka yoki agrejnenlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga aloqaga chiqsalaring, ishlaringiz sifatli darajada qilib bitkazib beramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga like tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Yana ko'rishguncha.